Yurtimizda tibbiyot sohasida ko'plab yangilik va islohotlar amalga oshirilmoqda. Buning natijasida bir qator murakkab jarrohlik amaliyotlari mahalliy sharoitda muvaffaqiyatli o'tkazilyapti. Xususan, O'zbekistonda ilk marta Milliy tibbiyot markazida ona va o'g'il o'rtasidagi noyob vena transplantatsiyasi amalga oshirildi. Milliy tibbiyot markazida yurtimiz tibbiyoti tarixida kamdan kam uchraydigan noyob operatsiya muvaffaqiyatli yakunlandi. Bir insondan ikkinchisiga ter ostidagi yirik vena ko'chirib o'tkazildi. Hozir biz kasallarni tayyorladik, resipiyentni dostuplarini qildik, donorga keldik. Donordan venani zabor vena qildik. Endi venani obработка qilamiz, keyin distal anastomozni tikamiz, keyin proksimal anastomozni tikamiz va shuntni запускать qilamiz. 71 yoshli qirg'izistonlik ona amputatsiya xavfi ostida qolgandi. Oyoqlardagi qon aylanish yetishmovchiligi tufayli operatsiyadan boshqa chora qolmagandi. Shunday vaziyatda 43 yoshli o'g'li hech ikkilanmay donor bo'lishga rozilik berdi. O'g'lidan olingan vena onasining pastki oyoq arteriyasiga shunt sifatida o'tkazildi. Muzaffar Murodovich haqida mahallamizda bitta bola borib Moskvaga borib operatsiya qilib keldi. O'shandan keyin o'sha nomerini oldik biz. Shundan keyin mediga nomerini olib o'g'limga jo'natdik. O'g'limga jo'natsak, o'g'lim o'sha yerga telefon qilsa, o'sha Moskvada ekan. Anam bizni ko'rsatib, men oyoqlarimni ko'rsatdi, tez yetib keling dedi. Anam biz bordik, sirada operatsiya qildi. Murakkab amaliyotni Muzaffar Mamatqulov boshchiligidagi yuqori malakali qon tomir jarrohlari jamoasi bajardi. Donor bo'lish uchun endi boshqa farzandlar topshirib yaxshi chiqmay qoldi analizda. Shuning uchun men o'sha kecha Qirg'izistondan keldim-da men. Shu opam uchun donor uchun keldim-da shopamgacha. Bugun ona va o'g'ilning ahvoli barqaror. Shifokorlar ularni doimiy kuzatuvda ushlab turibdi. Milliy markazga kelgani uchun yaxshi bo'ldi biz uchun. Yaqin, Qirg'izistondan O'zbekistonga kelib ketishimiz ham yaqin bo'ldi. Bo'lsa yana Rossiyaga boratlikdan uzoq yerga deb. Bu tarixiy amaliyot bir insonning hayotini saqlab qoldi, yana bir onaga umid baxsh etdi. Eng muhimi, O'zbekiston tibbiyotida yangi yo'nalish boshlab berdi. Mo'tabar Nurmuhammedova, Aydus Ermakbayev, Zohidjon Mamasoliyev, Toshkent.